Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa kerak ko'chatlarni tanishtirib boramiz. Narx-navolar bilan albatta qo'llab-quvvatlab turibsiz aziz do'stlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Begat. Akalarimiz kerak ko'chatlarni barcha turidan bor. Ko'kteri O'zbekiston sortlarini sizlarga tanishtirib boramiz narx-navolari bilan. Xo'p. Ko'kteri O'zbekiston sort 1 yoshlik. Bo'yi 2-2,5 metrlar atrofida. Optim narxlarda 1000 so'mdan qilib berishayotgan akalarimizda mavjud. Xo'p. Yundan ham balandroq, yiriroq so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bo'yi 3 metrlar atrofida, narxi 1,5 so'm. Optim narxlarda qo'lga tegishli akalar. Aloqaga chiqarsa pastda nomerlarni qoldiramiz. Xo'p, yiriroq, baquvvatroq polvon ko'chatlar qidirgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ko'rishlari mumkin. Bo'yi 3,5-4 metrlar atrofida, optim narxlarda 2,5 so'mdan qilib berishar ekan. Aloqaga chiqarasizlar, mana nomerlari ham xudo xolasa turibdi. Qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib boramiz. Videolarimiz xato kamchiliklar albatta so'rab qo'yamiz, albatta. Like, kommentariyalarni mang'alatib, qo'llab-quvvatlab paydoshga qilib turasizlar do'stlar. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakatdamiz. Yirigidan polvon ko'chat qidirgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha yoritib boryapmiz. Bo'yi 4 metrlar atrofida 2,5 so'mning qo'lga tegishi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor, albatta kelishilgan holatda aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, manzillarimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Begat. Shunaqada yo'lni bo'yida, Andijon Farg'ona avtomagistral yo'li bo'yida shunday joylashgan. Kerak ko'chatlar seroq xudo xolasa, mo'l ko'lchilik.